Assalomu alaykum. Kia Morning avtomobilimiz o'ta arzon 2 million won. 77 ming kilometr yuribdi, yoqilg'i benzin. Avariyasi yo'q mashinada. Bitta mana shu eshigi, ikkala eshik almashgan xolos, o'ng tomonda. Holati ideal. 2007-yil mashina. 2007-yil to'g'ri ancha bo'lgan, lekin texnik holati va shu tiniq holatda, avariyasi yo'q. Shu ikkala eshik almashgan xolos. Almashgan detallari mashinaning yurishiga umuman ta'sir qilmaydi. Black box'i bor ekan xolos, bitta signallari siydi. Mashinaning qo'ygan narsasi yo'q. To'g'ri tushunasizlar. 2 million o'ta ekonomishni benzin, motor 1. Salon taniq turibdi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar.